Assalomu alaykum hammaga. 110 kvadratli duplex kvartiramizga chiqyapti. Manzilni aytadigan bo'lsam, Uchtepa tumani O'rizorda Miramir ko'chadan tushishinglar bilan o'ng tomonda stadion bor. 312-maktabni shundoq orqa tomoni maktab, bog'cha, lokatsiya vashi zo'r bo'ladi. Kvartiramizga ikkita tomonlama kirish bor. Minus birinchi qavat, birinchi qavat botdi. Obzorni birinchi qavatdan boshlayman. Mana eshikdan kirishinglar bilan mana shunaqa vitsilarni kutib oladi. Xo'p, o'ng tomonda oshxonasi bor. Bir xil mebel texnikali ketadi, bir xillari qoladi deb aytdilar egalari. Bu yog'ini o'zingizlar kelishib olasizlar. Xo'p, bu yerda sanuzel bor. O'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Xo'sh, endi xonalarning sonidan boshlaymiz. Birinchi xonamiz yotoqxona bo'ladi. Mebel texnikalar kelishilgan holatda bo'lyapti. Birinchi qavatga sizlar bilan tushamiz. Mana srochniy sotadigan bo'lib qoptilar. Bu yoqdan ikkinchi kirish eshigimiz bo'lyapti. Bu yerda sanuzel bor. Xo'sh, bu yerda katta mehmonxonasi bor. Bu yerda o'zini 3-xona yotoqxonasi bor. Videoda qo'yaman, ko'rasizlar. Havo aylanish uchun joy qilingan, lekin quyosh tushmaydi. Starti 95 ming bo'lyapti. Video tagida nomer bor. Kelinglar, ko'ringlar, yoqadigan bo'lsa barakasini qoramiz. Hammanglarga omad.